Amerikada meni Melis ushladi. Yeah, I make videos and stuff for it. I really had to take a second look at that. I'm like, that can't be right. The dude said there was nothing in here. Hayot go'zal. Amerikada Melisi ko'payib qolibdi. Menga shunaqa tuyulyapti. Nimadir bo'lyapti, borib. Kalitni olib qo'ydi. Mashinani o'chirdim. Kalitni topib ketdim. Hozir ko'ramiz qani nima bo'larkan. Endi qayerga borishar ekan? Mana Ashtamoydan tushgan. Assalomu alaykum, xaloqo so'raykanlar. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Men otdagman. Temir topiladigan narsa asosiysi. Jonim sog', alhamdulillah. Hammanglarga rahmat. Hammanglar Alloh panohida bo'linglar. Mana qish keldi o'zi. O'zingizlarni ehtiyot qilib, yo'ldagi musofirlar, hammanglar Alloh panohida bo'linglar. Kecha petib kelgan ekanlar. Endi hozir bu Amerikada steak deyilar ekan. Biz O'zbekistonda shashlik, kabob bo'ldi. Boshqa narsadan ag'ut. Yo'q, aslida bu ham shashlik deyiladi bu yerda. Prosta u kabob deb qo'yib kecha aytdi-yu. Bunga o'xshamay qolibdi aka. Ha, siz kabob deb o'ylanib qolmaysiz. Shashlik. Bo'ldi. Maniga siz nima yetkazmayapsiz? Men gujonim meni unaqa ishlardan xabarim yo'q. Men faqat yeyish uchun tug'ilganman. Yeyish uchun. Jiga shunday kelib pistani hammasini olib chiqasiz ham bo'laveradi. Yo'q, hozir Fayoz berdi, yurak ushlab qolib, meni infarktga olib tez yordam chaqirdi. Politsiya mashinasi balon mayerda Excel chiqib ketib yurmay qolganiga uyda egasi ko'takan Melis chaqirib yubordi. To'y chaqirib qo'yganmiz, to'y kelmayapti 2 soatdan beri. Shunga hozir Melisa bilan gaplashdik. Oshlan qaranglar. Masalan, dumba yog'moni ikkinchisi nima dedi? Ikkinchi nima? Rulet qildilar. Dumba qildilar mana. Oh. Dimlab oramizmi aka? Dimlab qo'yamiz hali. Qanchada pishadi? Yarim soat turadi endi bu. Yarim soat turadi. Ha, sal ko'proq bo'lmasa tezroq. Olib tiyib ko'rmadingiz aka? Ko'rdingizmi? Usta yana solamizmi? Qopqog'ini qo'yaylik aka. Katta furada bez prava, bez ID hech narsasiz yursa Melisa nima qiladi? Bilasizlar, Amerikada manaqa pullik yo'llar bor. Hamma har xil narx to'laydi. Exellariga qarab. Xullas, mana yonimda turgan xotin sal tushunmaydiganroq ekan. Iltimos qilsam ham unamayapti. Xullas, meni pravalarim, pul to'lov qilgani, yonimda naqd pul ham yo'q. Kartalarim ham yonimda emas, Apple Pay ham ishlamay qoldi. Xullas, shunaqa vaziyatda hozir o'tkazib yormayapti. Shunga hozir chopper chaqirdi, ya'ni Melisa. Hozir ko'ramiz nima qilar ekan. Katta furada bez prava, bez ID, xullas bez qanaqa dokumentsiz yursa nima bo'lishini ko'ramiz. Xullas praving qani dedi. Doim shunaqa pravasiz yoki boshqa narsasiz yurasanmi dedi. Yo'q dedim, просто boshqa tragimda qolib ketdi hali alishtirganidan dedim. Xo'p dedi. Praveni kod bo'ladi. Pravada shuni bilasanmi dedi. Ha, bilaman dedim. Yozib oldi. Hozir endi hozir tekshirishga ketdi. Sizga kelib anaqa qani dedi. Nima dedi? License qo'y. Nomeri. Qayerda dedim, mana ko'rinmayapti dedi. Xullas, tushib qoldi, o'sha qo'yib qo'ydim dedi. Xullas, bilmayman hozir shtraf beradimi yoki yo'qmi. Ko'ramiz. Tapichka. Bittasi gapiruvdi-yu, tapichkada mumkin emas, Melisa shu edi dedi. Xullas, ogohlantiruv berdi. Boshqa qaytib bunaqa pravasiz yurma dedi. Men kashlagan yoningda bo'lsa, xullas, bunaqa to'llarni to'lab yur dedi. Agarda yana bir marta shunaqa bo'ladigan bo'lsa, tiket beraman dedi.